Zamon xabarlari. Afg'oniston poytaxti 2030-yilga borib suvsiz qoladi. Ommaviy axborot vositalari. Afg'oniston poytaxti Qabul 2030-yilgacha butunlay suvsiz qoladigan birinchi shahar bo'lishi mumkin. Bu haqda Afg'oniston International xabar berdi. Hisobotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida keng ko'lamli shaharlashtirish va iqlim o'zgarishi tufayli Qabuldagi suv sathi 30 metrga pasaygan. Hozirda yiliga 44 million kub metr deb baholangan yer osti suvlarini qazib olish hajmi oshib ketmoqda. Agar bu hol davom etsa, shaharning yer osti zaxiralari 5 yildan kamroq vaqt ichida tugab, Qabulning 7 million aholisi uchun xavf tug'dirishi mumkin. Afg'onistondagi Mehr-shafqat korpusining mamlakat bo'yicha direktori Dean Kari vaziyatning jiddiyligini ta'kidlab, shunday deydi: "Bu muammoni xalqaro hamjamiyat e'tiboriga havola etib, inqirozga qarshi jiddiy bel bog'lash zarur." Karining aytishicha, Afg'onistonning suv infratuzilmasi xalqaro yordamga bog'liq bo'lib, Tolibon hokimiyatga kelgandan keyin siyosiy xavotirlar tufayli moliyalashtirish muzlatib qo'yilgan. Ta'kidlanishicha, Qobuldagi yer osti suvlarining 80% ichish uchun yaroqli emas. Kanalizatsiya suvlarining ifloslanish darajasi juda yuqori. Suv ta'minoti aholi uchun kundalik muammoga aylangan. Ba'zi oilalar daromadining 30%ni suvga sarflaydi. Ko'plari esa suv bilan bog'liq xarajatlar tufayli qarzga botgan. Qobul aholisi 2001-yilda 1 milliondan kam bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 7 milliondan oshgan. Bu esa suvga bo'lgan talabni keskin oshirib yuborgan. Samarali boshqaruv, tartibga solish va nazoratning yo'qligi tufayli 20 yil ichida vaziyatni yanada yomonlashtirgan. Bu ma'lumotlar Daryo.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan boxabar qilgan jurnalist Sevinch Oy Safar qizi.